Mana oshimiz pishdi, dadamga soldim. Olaymi? Oling. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r chiqibdi, qo'lingda ot ko'rmasin qizim. Ana ko'rdilaringmi? Kelinglar endi mehmonga, o'rtoqlar. Mana asalarim, oshimizga kelinglar. Hammalaring kutaman. Guli, Nasiba, Habiba pichak. Kutaman, kelib qolinglar. Mana bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, yaqinlarim. Mana bugun biz osh qilyapmiz. Ozgina go'sht, yog' qizidi, yaxshilab qizitib olamiz. Keyin birinchi go'sht solamiz. Bismillah. Mana go'shtimiz bilan tovuqimiz yaxshilab qovurildi. Gal kuydirmasdan anaqa qilashdan nima deydi? Mana piyozimiz anaqa rosa chiroyli bo'lib qovurildi. Mana sabzimiz ham yaxshilab qovurildi. No'xatimiz ham pishdi. No'xatimizni solamiz, suv ham. Mana no'xatni solyapman. No'xatni solib, telefonim o'chib qoldi mana hozir. Suvni soldik. Mana suvi ham qaynadi. Shunda tuz so'ramiz. Mana yaxshilab suvimiz ham qaynadi. Tuzimiz sal kamroq ekan, yana endi zo'r anaqa power bo'lmasam ham harakatdaman-da, короче, oilamiz. Mana guruchlarni yaxshilab sovoldik. Endi anaqa suvni tortish kerak, guruch yaxshi. Mana guruchimiz suvni tortdi. Endi damlaymiz. Mana damlaymiz. Hammasi guruchni bir joyga yig'ib. Mana oshimizni guruchini bir joyga yig'ib oldik. Endi mamda qilib nimalarni, mana ziramizni ham sovoldik ustidan. Endi damlab qo'yamiz. Qopqog'i pol zirani, mana ziramizni ham sovoldik ustidan. Endi damlab qo'yamiz. Qopqog'i pol. Mana oshimiz ham zo'r bo'lib pishdi. Mana yaqinlarim, mana go'shtlarni olamiz. Sekingina mana. Oshimiz kelinglar, mazza